Assalomu hurmatli do'stlar. Bugun mana o'rikning kichkentayisi g'ora. Biletlar bor, bilmaydilar bor. Bu g'orani jinab, xudo xolasa biz mana bola chaqalarimiz bilan, nemeralar bilan birgalikda o'tirib jeb o'tiramiz. Xudo xolasa bir 15 kuni jeb bir yaxshilab to'yib olsa, bu ko'p vitamin. Vitamin janaga temir vitaminlari, undan keyin buni ko'zni jarib qiladigan vitamin, shashqa, betni tozalaydigan eng hozir buni g'olimlarimiz aytib o'tirib, bu chiqayotgan rak kasalining birinchi, ikkinchi stadiyasi, uchinchi stadiyada rak bilinadi ekan ko'p joylarda. Biroq bu rakning birinchi, ikkinchi stadiyasini bari yo'q qilib beradi. So'ngdan buni bir yaxshilab jeb olgan odam rak avrug'ini shalib qo'yadi. So'ngdan sizlarga aytamiz, hozir to'g'ri sezoni boshlab o'tir bizning Turkistonda. Xudo xolasa soni olib kelib turingizlar. Buni ishindagi danaga sut kezida hozir jeb kerak. So'ngdan sizlarga bola chaqalaringiz bilan birgalikda jeb olingizlar. Biz bari nemeralarni jinab jeb yotib, tuzga bitib jesa bo'ladi. Tuzsiz jeb deganda tuzsiz jesa bo'ladi, xudo xolasa. Baringizning denlaringiz sog' bo'lsin, xudo xolasa. Alloh taolo doim dori berib qo'yibdi. Bu diboy doridan yaxshi, mixta. Buning o'rnidan mingdan, milliondan ақша rasib qo'yib, har narsani jeyga tura keladi. Har turli dorilar. So'nda men naturalniy dori turib, yuzimizni tozalaydim, qonni tozalaydim.